ichib rahmat aytib menga bir dunyo narsa olib chiqishibdi. Mana shu narsa. Oy nimaga desam, yaxshi qilib qo'ydingiz siz debda. Oyoqlarimda, bo'g'imlarda, qo'llarimda og'riqlar bo'lardi. Paxtaga chiqargan-ku, o'sha yerdan to'g'ri ikkala oyoq ishib, mana shunday bo'lib 40 kunlab yotardim-da. Men kasal bo'lib qolishimdan hamma qo'rqardi. To'g'risini aytib ketaveray, yozmay turavering-ku. Bu haqiqat. Ana shu yerga borib qimmatga topshirganimda shu vrach aytgandi, o'zi nimada chiqqanda, desam, yo'q, siz tufayli men yaxshi bo'ldim. Menga aytmang, Mehrigiyoga boring endi dedim. Iching, mana choyimni beraverib hammaga endi nimaga? Sababi shu choyni iste'mol qilganimdan deb o'ylayman. Yaxshimi, sog'lom bo'ldim. Assalomu alaykum azizlar. Ko'rgani boramiz loyihasi ijodkorlari yana xonadoningiz mehmoni. Bu galgi tashrifimiz esa Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi Halilov va Jamilov xonadoni. Ular doktorali shifobaxsh choylarini iste'mol qilib, bir qator kasalliklardan forig' bo'lganlar. Keling, batafsil o'zidan eshitamiz. Avvalambor xonadonimizga hol so'rab tashrif qilib kelganlaringiz uchun minnatdorman. O'sha Mehrigiyo kompaniyasiga ham, o'sha yerdagi professorlarimiz, ijodkorlar, hamma ishchi xodimlarga ham rahmat aytaman. Men Uchko'prik tumani, Yo'lqishlog'ida Halil va Jamilaxonman. Yoshim 60 ga kiryapman, 3 ga 60 daman. Mana shu Mehrigiyo mahsulotlarini iste'mol qilib yurganimga 4 yil bo'lib qoldi. Menda shu revmatizm, revma-artrit kasalliklari bilan davolanib kelardim. Keyin shu kennoyim tavsiyalari bilan borganimdan keyin ichishni boshladim. Ichganimda haqiqatdan ham o'zgarish bo'lgan narsalarni sanab o'taman hozir. Birinchidan uvushlarim juda ham ko'p edi. Ertalabga ikkala qo'lim ham uvishib qolardi. Keyin ichganimdan keyin uvishlar yo'qoldi. Oyoqlarimda, bo'g'imlarda, qo'llarimda og'riqlar bo'lardi. Ular ham asta-sekinlik bilan yo'qoldi. Keyin mana mavsumda, qishki mavsumlarda gripp hammada bo'lib o'tadi, menda juda og'ir o'tardi. Ana shu narsa bo'ladi, lekin yengil oyoqda yurib o'tkazib boraman. Nimaga? Sababi shu choyni iste'mol qilganimdan deb o'ylayman. Chunki nafas yo'llariga davoligini bildim. Yana ko'p nimalarim, biroz o'sha kasalim kuchayganda ko'zlarim ham xiralashni boshlagan edi. Shu ichganimdan keyin ko'zlarim ham biroz tiniqlashdi. Keyin telefon qilib gaplashdim. Ta'siri bo'ladimi? Shunga ham desam, ha, ichavering, ko'zingizga ham nimasi bo'ladi deydi. Undan yana o'zim qoniqib, yana ishni davom ettirdim keyin. Masalan, men revmatizm bilan ko'p yillardan buyon davolanib kelardim. Bu bilan faqat buni nima qilsa davolanib nima bo'ladi deya olmayman. Chunki bizni bu sizlar tillaringda reabilitatsiya deyiladimi? Misol kasalligingiz hammada ham o'ziga yarasha kasalliklar bo'ladi. 6 oydami, 3 oydami meditsina tomonidan davolanib turish kerak degan bo'lsa, shuni orasida shu narsalarni ichib yurib, o'sha 6 oy mobayniga yetib borgunga qadar yo davleniyasi juda katta bo'lib oshib ketib, yo oyoqlar shishib ketib, yotgan holatda bormaysiz-ku. Ayog'ingiz bilan borib, lecheniyalarni yozdirib, yengilgina olib, o'zingiz uchun yuraverasiz deb o'ylayman. Yondosh kasalliklardan yoshim o'tgan sari davleniyani boshlab keldi. Davleniyani, keyin shu uvishlar ko'p nima qildi. Yana menga shu choyni ichganimdan buyon dori bo'lgan narsalari, qabziyat yo'q, shuni ichgandan buyon. Keyin ozgina birov gripp bo'lib qolsa ham darrov gripp bo'lib qolaverardim-da. Shu narsalar yo'q menda. Bu haqiqat. Bo'ladi, yotmayman. Gripp bo'lganimdan keyin 150 ga, 160 ga davleniya ko'tarilib ketib, qiynalmayman, yengil oyoqda o'tkazib yuboraman. Oilamizda gripp bo'lsa juda qo'rqardim. Men kasal bo'lib qolishimdan hamma qo'rqardi. Men 88-yildan buyon revmatizm bilan yotib, davolanib, juda ko'p holatlar boshimdan o'tkazib kelganman. Endilikka kelib, bunga faqat nima deb o'ylayman, yana insonning o'zidagi oilaviy halovat va ichki xotirjamlik va o'zingiz shu narsaga ixlos bilan davolab yurish deb hisoblayman. Men hozir oyoqlarim og'rimay ketgan. Og'rimaydi. O'qishlardaligimizda paxtaga chiqargan-ku, o'sha yerdan to'g'ri ikkala oyoq ishib, mana shunday bo'lib
40 kunlab yotardim-da davolanib. Keyin keyingi holatlarim yurishgacha yuradigan bo'ldim-u, yurakka berib yubordi keyin. Yurishga hansirab qolardim. Behalovat bo'lish. Keyin shunaqangi kechqurun yotib bo'lmaydi. Nafas olish, aritmiya, har xil nimalar bilan nima qilishdi. Men o'zim juda kuchliman deb hisoblayman-da. O'zimda juda qattiq olmayman kasalliklarni. Lekin menga o'ta ham foydasi ko'pligi uchun borgan joyimda aytaveraman, mana shularni ham o'zim aytib, ko'p nimalar aytib oldirgani olib boraman o'zim birgalikda mashinalarida. Shunaqa qilib davo topdim deyshadi. Xuddi men mehrigiyonim endi emasman. Shunaqa bo'lib qolgan. Qon aylanishi buzilgan eng yomoni. Men bundan 3 yil oldinmi, 4 yil oldin birinchi shu ikkinchi tavsiyalardan keyin borganimda, to'g'risini aytib ketaveray, yozmay turavering-u. O'sha vrach, professor ko'rishgan. Ko'rib, demaydan ko'rib turib, sizda shu qon aylanishlar buzilgan, nimaga miyaga nima bormayapti. Sizga rasiyam sodda qilib tushuntirsam, mana shu artizon shillangi buklanib qoladi-yu, o'shani oyog'ingiz bilan bitta ko'tarsangiz suv otilib ketadi-yu, qon shunaqangi bo'lib turibdi. Bu shunaqa deyishgandachi, ha deganman-da. Eng nufuzli nimalar bor-ku, xususiy klinikalar. Ana shu yerga borib qimmatga topshirganimda shu vrach aytganda o'zi nimada chiqqanda, keyin bo'ldi men xato qildim dedim-da, qaytib borib keyin mahsulotni olganman. Birinchi keyin ha deganman, ishonqiramaganman. Keyin borganman o'sha yerga, Avestinoga. O'sha 150 ming palon-piston nima degan bo'lsalar, o'shalar qonlarda, nimalarda, analizlarda chiqdi keyin. Keyin bo'ldi dedimda, mehrigiyoni. Birinchi borishim bo'lganda, ha deganmanda, qarab borganmiz. Xuddi shuni chiqargan apparatlar ham. Keyin menda shunchalik ishonch hosil bo'ldiki, ha demak, ichsam bo'laverar ekan. Shularni shunga ichasiz, shuni shunga. Unda mana unaqangilar kichkina edi, choylar boshqacha edi. Endi chiqib ketdi. Bunaqalar bo'libdi. Birinchi menga yordam bergan narsa, ikkala qo'lim uvushib, tosh bo'lib qolardi-da. Bu yo'q. Keyin o'sha kechqurun behalovat bo'lishlarim. Keyin grippdan tez nafas yo'llari tez bo'lardi menda, shamollarda. Keyin bo'g'imlarda hozir bitta ham og'riq sezmayman. Oldin kechqurun bilan og'rib chiqardi oyog'im. Hozir umuman men og'riqda revmatizm degan diagnoz menga to'g'ri kelmaydi hozir. Revma artrit ham to'g'ri kelmaydi. O'zim ishirib olmasam, ko'p suvga tiqib nima qilmayman. Foydasini 3 kunda, 4 kunda deya olmayman. Shu 15 kunlar ichganimdan keyin men o'ta ixlos bilan shu narsaga nima bo'lib qolganman-da. O'zim ham shaxsan guvohlari bo'laman negativ fikrchilarga. Men ularga keyin gapirishga harakat qilaman-da, chunki men o'zimda ko'ryapman. Endi bu narsa nima? Misol bitta dorini ham indamasdan ichaversangiz, shuni ichaymikin, ichmaymikin siz davo bo'lmaydi. Ixlos bilan ichish kerak. Men shuni ichsam yaxshi bo'laman. Shu mehrigiyo shunaqa chiqibdi, davolayapti ekan, men ham ichishim kerak. Ana palonchiga palon bo'pti-yu deb ichadigan bo'lsa davo bo'lmaydi. Dori ham boshqa narsa ham. Hattoki uni vrachlar ham nima qila olmaydi, uni tuzata olmaydi. Tuzalish odamning o'zida. Ana shunaqa deb o'ylayman. Negativ fikrchilar bilan ham ko'p bahslashaman men. Shunaqa negativ fikrchilar borki, keyin mana menimcha men nima qilganlarimda ko'proq ichganlar, davolanganlar ko'p ularga nisbatan. Men orqali yaqinda ham Buvaydadan 2 kishini ham o'zim olib bordim. Bu yerda bular menimcha bir 10 taga yetgan. Hozirgi kasallarda bir xilda gaplashsangiz, davlina, qon aylanishi buzilgan nima? Ularga ham to'g'ri keldi shu kasalligim menda ham bor degan xulosa bilan ichishga nima qilishdi. Men ularga avvalo hammani o'zini kasalliklarini davolovchi vrachlari, shifokorlari bor. Ular bilan bog'lanishdan uzilmasinlar. O'sha 6 oydami, 3 oydami davolanish kurslarini davom ettirishaversin. Lekin o'rtada o'sha faqat ximikatlar bilan nima cheklanib qolmasdan, mana bu tabiiy mahsulot deb hisoblayman bularni hammasini. Ana shulardan ichib, o'sha kasallari o'sha etapga borgunga qadar oyoqlari bilan borib lecheniyalarni olib kelishsin deyman. Yotib qolishmasin. Buning uchun mana shu mahsulotlarni iste'mol qilishsin deyman. Yotaverardim-da, yotib qolib, o'sha mahkamroq yotardim-da.
borib yotkizib tashlab kelib davolanib chiqmaguncha tuzalmasdim. Men to'xtatganim yo'q choyda. Menimcha 90%. Chunki yaxshi bo'lganimdan keyin pochta orqali o'sha kelib turgan ikkinchi guruhlar degan endi kelmanglar, men yaxshi bo'lib qoldim. Vrachlar, men olmayman unaqa pulni, davlat pulini. Men yaxshi va sog'lom bo'lib bo'ldim dedim. Men juda yomon yotardim-da, yotganimda ham. Hattoki o'sha keyin nima maktabda ham dars berib yurdim-da rus tilidan. Ishonsangiz darsga borib turib ham shundan ketib qolsam, shunday chiqarib yuborishganda layoqatsiz ishga layoqatsiz deyilgan uyda qolib ketdim keyin. Layoqatsiz deb meni chiqarib yuborishgan nimalardan, ishxonalardan. Keyin yaxshi bo'lganimda qaytmadim keyin. Hozir pensiyadaman. Tavsiya beraman, chunki o'zim mana ichib ko'rib shu narsaga guvoh bo'ldim. Bu haqiqat narsa. Mana bo'lmasam aytmagan bo'lardim. Hozir ham shunday ham aytib kelaman hammaga. Ichib bo'lganlar ham menga aytardi. Yaxshi ekan deydi. Ancha yaxshiman. Mana hozir eshitdingiz bulardan ham. Oyoq ko'tarisholmas. Kirsam shunaqa holat ishot. Iching mana oyog'ingiz ham yaxshi bo'ladi, nima ham. Ichib rahmat aytib menga bir dunyo narsa olib chiqishibdi. Mana shu nardim. Voy nimaga desam, yaxshi qilib qo'ydingiz siz debda. Keyin yaxshi qilib qo'ydingiz. Voy shuncha narsani nimaga olib chiqdingiz desam, yo'q siz tufayli men yaxshi bo'ldim. Menga aytmang, Mehrigiyoga boring endi dedim. Keyin borishdi-da. Shunaqa bo'ldi. Men doktor basman deb kulishib, keyin kim nima qilsa chiqib mahallada ham oyog'im og'rib turadi deb chiqishaveradi-da. Iching, mana choyimni beraverib hammaga endi qizg'onchiq bo'lib qoldi. Qimmat bo'lib qoldi endi deb. Shunaqa. Agarda sizni ham shu kabi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, hoziroq mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimizdan mutlaqo bepul konsultatsiya oling. Unutmang, sizning sog'ligingiz birinchi o'rinda.